basit. Yaşımızdan. Hayse. Ekmek o. Öşe. Öşe tarif kerak bunga. Ana joy. Ana tam olaykan joy. Oilaviy kim o'qitadigan. Adres Kogon, To'dako'l. Meridian dam olish maskani. Ana. O'z narxiga 150 beraman. Keling ana. Skipga bo'lsang tezdan ertaga. Assalomu alaykum. Hojajon, qanaysiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Xudoga shukr. Yaxshi keldingizmi? Xudoga shukr keldik. Qarang ana. Ajoyib joylarga keldik, dam olaykan joylarga. Hoja gapiring qani, nima deysiz? Fikringiz qanday? Joylarni Kogon. Bizani Kogonimiz. To'dako'l. Gapiravering hoja, gapiring. Ana xudoga shukr keldik To'dako'l. Meridian joyiga yaxshi ekan. Keldik oilaviy dam olish. Ana xudoga shukr yaxshi ekan. Kelinglar. Kelib dam olish yaxshi ekan. Yaxshi dam olinglar, hoja mayli. Davay, boshlanishi bu. Assalomu alaykum, qavmi qarindoshlar, yori birodarlar, do'stlar. Mangacha bo'la. Yaqinlarimiz, hammalar tinchmisizlar? Charchamayapsizlar? Mana bugun ajoyib Gulchaga To'dako'l dam olish maskanini yaxshi bir dargohiga mehmon bo'lib turibmiz. Yana bir ajoyib bir tantanani nishonlaymiz. Yana mashhura qizimizni mana tug'ilgan kunini nishonlaymiz. Albatta ular baxtli oila. Hojamizni tug'ilgan kunlarini zominga nishonlagan edik. Mana bu hojamizni. Endi bugun mana bera jiyanimizni tug'ilgan kunlarini nishonlaymiz. Bizani boshimizni bera hozir yangamilimiz o'tiribdilar. Akamizni, umr yo'ldoshlari, Qudrat akamizni hozir bir ikki og'iz tilak so'zlarini aytalar. Bular albatta esdalik bo'lib qoladi degan so'z niyatlar bilan yangamni ana bemalol qarab tilak so'zlar, istaklar. Avvalambor assalomu alaykum hammalaringizga. Ana xush kelibsizlar. Hammalaringizga rahmat. Buni tashkil qilgan qaynukamga rahmat. Qaynukalarimga, borlaringizga shukr. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Ana bugun shunday bir so'lim bir yaxshi bir joyga keldik, havoli joyga maza qilib o'tiribmiz. Ana bugun ana jiyanimiz Mashuraxonni shukrona kunlari payg'ambarimiz Muhammad Mustafa alayhi vasallamga ummat bo'lgan kunlari jon qizimni. Ilohim ana shu Alloh bergan umrni mazmunli o'tkazib, baxtli saodatli bo'lib, ota-onangni baxtiga shunaqangi joylarga o'qishlarga grantlar bilan kirib, bularni yuzini yorug' qilib, ana shunday bir xursand bo'lsinki ota-onang. Sani shu kelajakdagi yutuqlaringni ko'rib biz ham xursand bo'laylik. Ana Miran-shohga nima edi? Javohirjonga nasib bo'lsa ahli solih bir kelinlar keltiraylik. Ana iymonli, e'tiqodli, fahm farosatli bo'lsin. Har biri xonadoniga tinch bo'lib baxtli so'da. Azizbekjon, jonim bacham, o'zim o'rgilay. Seni yaxshi ko'raman. Ilohim shunday qaybi nima deydi? Hammani havas qiladigan joyga ishga kirganu, biz eshigini taqlatmay kiraylik. Nasib bo'lsa. Deydi-ku, dunyoga keldingmi, gumburlab yasha. Ming'irlab yashashdan foyda yo'q aslo. Men mehmon, sen mehmon, mehmondir borliq, mehmonga zerikib yashashdan foyda yo'q aslo. Rahmat yangamlo. Juda ham yaxshi kun, ana sizga ham yaxshi rahmat domojon. Boringizga shukr, borlaringizga shukr. Shunaqangi bir to'ylar qilsinlarki, nasib bo'lsa shu qanotlaringizga kirib shunaqangi fayzli to'ylar bo'lsin ilohim. Akobirni ham hammani ishiga barokat bersin. Topganlarimiz haloldan rizq bo'lsin. Meni ham nabiralarimni orqasidan dunyo kezay ilohim. Amerikami, Germaniyami bironta bir nuqta qolmasin kezay shularning orqasidan. Ana Abdulbostim yer yuziga yuradigan hofizi Qur'on bo'lsin bizga.
Azza. Onasini ham omad bersin. Ey, podpolkovnik, general bo'lib kelsanglar. Bizaga general Xo'jayinim bo'lsinlar. sog' salomat bo'lsinlar, boshim Ilohim. yarashira javob beringlar, ruxsat beringlar, keldim. Ilohim. Borlariga shukr. Ilohim. Hammalaringizga rahmat. Endi bo'g'lim bilan o'tiriblar-da. Azzajonim ham grantlar bilan nasibga o'xshay kiradi. Prezident maktabiga topshirdi, nasib bo'lsa. Ilohim, nasib. Xursand bo'lamiz. Shu kecha kunduzga hammamizni baham ko'ramiz keyin. Qo'ydan so'ragan. Niyating nima deb? Shuncha uzoqdan bo'lgan. Niyating nima? Aytganki, Kulang keyin yaxshi chiqmaysiz. Xo'sh, rahmat hammalaringizga xush kelibsizlar. Yaxshi Hozir tilaklar uchun. bor beraymi? Davramiz Hozir. davom etadi, nasib bo'lsa yangamlo. Nasib. Buni to'langan bo'lsa ertalabgacha mumkin dedilar. Tamom, Bemalol gap so'zsiz. yerda biza. Marhamat. Kelay kunlarni chaqiramiz yana ular. Faqat meni ovqat pishirishga qo'ymanglar, o'zgina nima bo'lib. Yo, rahmat, yangamlar hammasi akon. Ana. Mirka, anaman. shu pastchilarga ayting, bitta like bossa bo'ldi. Shuna. Shu bitta like, sizlardan bitta like, pastchilar bitta like. Ana, marhamat. Marhamat. Shu hayotda bitta like bosish qiyin emas-ku sizlarga. Pastchilar